Hey yo, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Riko Uz. Bugungi videomizga xush kelibsiz. Sizlar bilan bugun tugmani top deb nomlangan qisqa videoda birgalikda bo'lamiz. Qani unda ketdik. Mana kartaga ham kirib oldik. Menimcha ko'rinishidan qiyinga o'xshayapti. Sakrab chiqib, negadir bizga kreativ berilibdi. Menimcha tepalarni ham qidiradigan o'xshayapmiz. Lekin o'tlar bosib ketganiga qaraganda juda ham qiyinga o'xshayapti. Balkim osondir. Bu taraflarni ham yaxshilab tekshirish kerak. Bugun mana shu tugmani bos deb nomlangan videodan keyin yana keyingi videolarimiz ham qiziq bo'lishga harakat qilamiz. Hozircha ketyapmiz. Tugmani ekan. Bosish kerak. Bosdim, hop. Yangi Nether olami. Menimcha lava ustida turibmanmi? Menimcha ko'rinmas blok bor deb o'ylayman. Bu yerda ham istaymiz. Lavan tagida bo'lmasa bo'ldi. Mana bu yerda eshik bor ekan. Bu tarafga borib ko'ramiz. Bu yerda ham blok qo'yuvchi ko'rinmas blok bor ekan. Bu taraflar bor. Yo'q, lekin bu tarafda hech qanday narsalar yo'q. Bu taraflarni yaxshilab tekshirish kerak. Keyin mana u qo'limdagi blok nimadirga kerak bo'lmasmikin deb ham o'ylab qolyapman. Menimcha nazarimdan qolib ketgan mana shu taraf qoldi. Aynan o'ylaganimdek shu yerda turibdi tugma. Yangi joy bu piramida ekan. Ko'rib chiqamiz. Piramida ichiga kirishdan boshlaymiz. Tugma mana bu yerda juda oson bo'ldi menimcha. Negadir teleport bo'lmayapti. Menimcha ishlamasa kerak. O'ylaganimdek hech qanday sxema yo'q. Menimcha bu yerda turishdan foyda yo'q. Tashqarilarni yaxshilab qidirishga to'g'ri kelsa kerak. Aylanib chiqamiz. Daraxtlar. Piramida ustidan o'tib, mana shu tarafga borib ko'ramiz. Tugma shu yerdami, yo'qmi? Yo'q, tugma bu yerda emas. Bu taraflarni ham yaxshilab ko'rishga to'g'ri keladi. Endi tugmani topish kerak. Shuning uchun yaxshilab harakat qilamiz. Piramida tepasiga chiqib ko'rish kerak albatta. Hech qanday narsani nazardan chetda qoldirmaslik kerak. Va tugma mana shu yerda ekan. Bosamiz va yangi olamga olg'a bosolmayapmanmi? Endigi joyimiz suv osti ekan. Qani sekinlik bilan suzib chiqishdan boshlaymiz. Menimcha qiyin bo'ladi deb o'ylayman. Suzamiz. Mana bu yerda bir narsa borga o'xshayapti. Yaxshi, chuqurlik bor. Negadir yaxshi narsa. Mana dragon. Bosamiz tugmani. Emotional, damn it. Nima bu? Bunchalar tugma ko'p. Dragon olami. Bunchalar tugma ko'p. Har birini bosib chiqishimga to'g'ri keladimi endi? Mayli, bitta bosib chiqamiz. Endi qani olg'a. Mana oxirgi tugmaga ham yetib keldim. Mana hammasini bosib chiqdim. Tepada ham tugmalar bor, lekin qandaydir yo'lak bor. Tushib ko'rish kerak. Qani sakraymiz. Mana teleport bo'ldik. Narvon bor bu yerda. O'tirib chiqamizmi? Yo'q. Sakrab chiqib, keyin o'tiramiz. Burchakda bir narsa boriga o'xshayapti. Qani ko'rish kerak, lekin hech narsa yo'q. Tepaga chiqamiz. Tugma bor, lekin click the end deydi. Bosing va tugating. The end made created by Gaming Atom and Lopio. Aytmoqchiki, o'yin shu yerda tugaydi. Atom va Lopioga rahmat deb qo'ysangiz yaxshi bo'lardi deydi va video ham shu yerda tugaydi. Video boshida aytilib o'tgandek qisqa video bo'ldi. Agar ozgina ko'nglingizni ko'tara olgan bo'lsam, kanalimizga obuna bo'lib keting. Chunki bu bizning yangi kanal va birinchi video. Obuna bo'lishni unutmang.